Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Urganch shahar merkezinde Al-Xorazmiy ko'chada 5 qavatlı toza qurilgan domimizning 2-qavatında 2 xona 50 kvadratli kvartira sotuvga qo'yilatir. Birgalikda ko'rib o'tamiz. Eshikdan demir eshik. Bismillahirrohmanirrohim. Giraverish prixojimiz ichining keng tushgan, освещениyalar berilgan, ichining chiroyli qilinib, umonlik, современный qo'yilgan, kafel qilingan, 100% shpakulovkadan chiqib tayyor bo'lib turibdi yurtdoshlar. Oyoq temiz teplый pol, sanuzel, prixojy, kuxnyasi, teplый pol qilingan, zamonaviy kotел o'rnatilgan. Giraverishda o'ng qo'limizda spalnya joylashgan. Tochkamiz ходовой tochkada joylashgan. Berimiz spalnya. Bu yan tarafimiz kuxnyasi. Farklı o'rilgan, kotelimiz shuni o'rnatilgan. Bu yerda ochiq balkonga ega yurtdoshlar. Bu yerni xohlasangiz 100% podключ qilib zotib beradilar. Bo'lmasa ichi dushundan sotiladi. Bahosini aytib o'taman. Bu yerimiz sanuzeli. Kafeldan chiqib turibdi. Aristolla qo'yilgan sushilkalarimiz bor, zamonaviy. Ichining kabina qilganlar, dushovoy. Bu yerimiz zal. Skvoznoy tushgan. Bemalol shamol aylanib turadi yurtdoshlar. Bu yerni lokatsiyasini bir kuzatib o'taman. Al-Xorazmiy ko'chada. Ko'rib turganlaringiz Mittivoy, Yanbashi Media Park, Aeroportskiy ko'cha, sal yursak gastronom do'kon, orqaki Jaloliddin Mangiberdi haykali. Yurtdoshlar 100% podключ qilib tayyor qilib beraman dedi. 40 ming dollarga bitadi ekan. Ishi durishida olinsa 37 ming dollarga beradi ekan. Olib ijaraga berib qo'ysangizlar ham bo'ladi. Ходовой yerda joylashgan ajoyib kvartira 2-etajda. Ekrandagi nomerlarga chiqaverasizlar. Sog' omon bo'linglar, ishlaringiz omad.